bo'lgan. Temur vafotidan keyin qisqa muddat taxtga o'tirgan. Umarshayx Mirzo 1356-yil tug'ilgan. Umarshayx Mirzo Amir Temurning o'g'li Temurlo sulolasining muhim shaxslaridan biri edi. Amir Temur dunyo tarixidagi eng buyuk sarkardalardan biri bo'lib, uning yurishlari va imperiyasi xaritasi butun Markaziy Osiyo, Eron, Hindiston, Yevropa hududlarini qamrab oladi. Temur xaritasi uning strategik mahorati va hukmronlik hududlarini ko'rsatadi. Bu xarita orqali Temurning qalbi yurishlari